alaykum. Abdulloh aka, Labbi aka. oldi oynaga tonirovka tortib beruvdingiz. 3 yil, 5 yil garantiya deb aka. Yarim yil, 1 yilga qolmay oqarib ketyapti-yu bu uje. Yo'q, aka, bo'lishi mumkin emas. Ishxonamizga vaqtingiz bo'lsa kiring, aka, apparatda o'lchaymiz. Ocharib ketgan bo'lsa, bepulga alishtirib beramiz. Bo'ldi aka, hozir boramiz unda. Bo'ldi, kelavering aka. Xo'p. Assalomu alaykum. Komiljon aka, yaxshi bo'lasizmi aka? Charchamayapsizmi? Aka, qo'limda instrument, hozir o'lchab ko'ramiz. Endi siz ko'p vaqt yurganligingiz uchun plyonka ocharib ketganda tuyulgan bo'lishi mumkin. Juda ham ko'p mijozlarimiz keladi. Hozir sizga gap bilan emas, apparatda o'lchab tekshirib beraman. Mana biz tonirovkalarni urib qo'yganmiz, bilasiz, mijozlarga ko'rsatishga. Bu 70 talik plyonkamiz. Ko'rsatkichlariga to'xtaladigan bo'lsak, 17% chiqyapti, 85 so'm zashtasi bor. Bu ocharmagan, chiqarib turgan plyonka. Endi siznikini o'lchab ko'ramiz, aka. Aka ochargan. 16.6 chiqyapti, aka 98 so'm zashti. Plyonka aka ocharmagan, katta bo'ladigan paytingiz kelibdi. 100 talik urib yuborishimiz kerak, aka. 100 qilib berasiz aka uni. Bo'ldi, aka. Olib kirasiz mashinani, 100 qilib yuboramiz.